Bo'lsa bo'lsin 8-mart bo'lsin ekan. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun 6-mart 2025-yil. Shahrimizning Xorazm viloyatidagi yetakchi universitetlardan biri Ma'mun universitetini mana shu xotin-qizlar bayrami munosabati bilan chiroyli qilib taxlab berdik. Xotin-qizlarimiz keladi mana shunday voy deb ehtiroslar berdi. Quvonch bilan xursand bo'lib. Ina Safoy ukamiz Diyorbek yaxshi xizmat ko'rsatdilar. Mana shunday keladilar, xudo xolasa inshaalloh universitet xodimlari chiroyli tabriklar qiladi. Yana tarafda skripkachilar bo'ladi. Ana shunday chiroyli fotozonalarda rasmlar tushib bayramni yaxshi inshaalloh nasibasi. Universitet xodimlari Bekak palolarini hamkorimiz Alibek, Bek Dizayn Bahadır Kıyasla.